Ko'pchilik musofir yurtdoshlarimiz mana shu kichik xato tufayli katta muammolarga duch kelishyapti. Keyin mana shu muammolarga duch kelmaslik uchun videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, kengroq muhojirda yurgan do'stlaringizga tarqatib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Hozirda mana shunday muammolardan birini hal qilib beradigan joyga kelganman. Bu joy metro Tushinskiyning birinchi vixtida joylashgan Targoviy sentrda ichiga kiramiz. Targoviy sentr ikkinchi etajga ko'tarilganmiz. Rostix bor. Bu yerdan to'g'riga yuramiz. Ko'rib turibsizlarmi ko'rgazmani? Shu yerga kiramiz. Xuddi shu yerga kelganimizda o'zimizni vatandoshlarimizni ko'rishimiz mumkin. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda qanday xizmatlar ko'rsatilishini Afzalbek aka bizga qisqa qilib tushuntirib beradi. Bu yerda biz usluga, biometriya, SNIS, bankovskiy karta hamda sim karta beramiz. Bu yerga nima xizmat bilan kelgansiz? Shu go'z ustiga ochirgan. Bir zumda hal bo'lyapti. Ishlaringiz hal bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Rahmat. 7654321 Hurmatli vatandoshlar, sizlarga ham ushbu xizmatlar kerak bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz yoki ushbu manzilga kelib, o'z ishlaringizni bitirib ketishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling, sog', salomat bo'ling.